Milliy sertifikat imtihonlarida tushib kelayotgan yuqori darajali tenglamalarga doir misol yechimini ko'rib chiqamiz. Tenglamaning nechta haqiqiy ildizi bor? X plus ildiz osti x kvadrat minus 1 ning 5-si ko'paytirilgan x plus ildiz osti x kvadrat minus 1 ning kubi teng 1. Biz 5-darajani ikkitaga ajratib olamiz. Ya'ni x plus ildiz osti x kvadrat minus 1 ning kubi ko'paytirilgan x minus ildiz osti x kvadrat minus 1 ning kubi ko'paygan x plus ildiz osti x kvadrat minus 1 ning kvadrati teng 1. Bu ifoda bilan bu ifodani darajasi bir xil bo'lgani uchun bitta qavsda ko'paytirib yuborsak, x kvadrat minus x kvadrat plus 1 ning kubi ko'paytirilgan x plus ildiz osti x kvadrat minus 1 ning kvadrati teng 1. X kvadratlar qisqarib ketadi. X plus ildiz osti x kvadrat minus 1 ning kvadrati teng 1. Bu tenglamani ikkita holatda yechamiz. Ya'ni x plus ildiz osti x kvadrat minus 1 teng 1 marta 1 ga va x plus ildiz osti x kvadrat minus 1 teng minus 1 ga. Bundan ildiz osti x kvadrat minus 1 teng 1 minus x. Ikkala tomonni kvadratga ko'tarib yuborsak, x kvadrat minus 1 teng 1 minus 2x plus x kvadratga. Ikkala tomondan x kvadratlar qisqarib ketadi. Minus 2 teng minus 2x ga bundan x topsak 1. Aniqlansa qanaqalantiradi. Demak, x teng 1 yechim bor. Endi ikkinchi tenglamamiz. Ildiz osti x kvadrat minus 1 teng minus 1 minus x ga. Bundan x kvadrat minus 1 teng 1 plus 2x plus x kvadratga. Ya'ni ikkala tomonni kvadratga oshirdik. Bundan x kvadratlar qisqarib ketadi. Minus 2 teng 2x ga. Bundan x topsak minus 1. Minus 1 yechim ham aniqlanishni qanoatlantiradi. Demak, tenglamani javoblari x teng plus minus 1. Tenglama ikkita yechimga ega ekan.